Bugun kelgan shogirdimiz payshanbalik akamiz Samarqanddan. Samarqanddanman dedingiz aka. Qo'lini harakatini ko'ringlar, qaranglar. To'xtamang, ishlavering. Qo'lni ko'rasizlarmi? Bugun kelgan odam uchun nima deyapti bu harakat? Professional, qalban. Alloh qalbiga solib qo'yaman desa, bir oy ham kerak emas. Bir kunni o'zida solib qo'yadi, ko'rdinglarmi? Oldin qilmagansiz Argon aka? Umuman argon qilmagan odam uchun. Kamaziz odamman, 20 yil kamaz haydaganman. 20 yil kamaz, 20 yil kelib bir kunda o'rganmoqchi bo'lsanglar, 20 yil kamaz haydab keyin kelinglar, mana shunaqa svarka qilishni boshlaysiz. Joningiz sog' bo'lsin. Ko'rdinglarmi? Alloh qalbiga solib qo'yaman desa, bir kunning o'zida o'zi professionalni harakat, qo'lni. Ko'rasizmi, qo'l qaltiramayapti. Bir xil harakat, metalli his qilyapti akamiz уже. Gap yo'q. Bormi ichinglarda shunaqa olov bo'lib yonayotgan o'rganaman deganlar bormi? Kelinglar o'quv markazimizga. Qisqa vaqt ichida o'rganib olasizlar, Alloh qalbingizga solib qo'ysa inshaalloh. O'quv markazimizda kutib qolamiz jigarlar.